Assalomu alaykum hurmatli obunachi, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon chorva bozoridan bugungi qo'y bozorimizning havosini yoritishni boshladi akalar. Bugun 30-sentyabr haftaning seshanba kuni 2025-yil. Ertaga 1-oktyabr ustoz va murabbiylarda yaqinlashib kelayotgan kasb bayramlarining birinchi bo'lib tabriklab qo'yamiz. Aka charchab qolmayapsizmi? Nima gaplar? Nechta qo'chqor olib chiqdingiz? Bugun 35 ta qo'chqor olib chiqdim. 35 bosh qo'chqorlarimiz. Yosh oyligi qanaqa aka? 10 oylik. 10 oylik. Bo'ylarni 80 ga 85 ga olaverasiz. 80 ga olishim 5 kilo. Tirik vazni necha kilo aka? 60 dan 70 kilogacha. 60 dan 70 gacha bo'lgan tirik vazndagi qo'chqorlarimiz. Narxi necha pul aytilyapti? 5,5 milliondan deyapti. Bir joyga 5 milliondan ketdi. 5 million 500 aytilish bahosi bir joyga olaman degan mart akalarimiz bo'lsa 5 milliondan dastlabkasi qayergacha qilib beramiz? Samarqandgacha. Nechta sotdingiz bugun? Hozir 15 ta sotdim. 15 ta qanchada mashlarning ichidan sotdingiz? 5 million 250 dan sotdim. 5 million 250 ta. Mana bu ikkitadan 5 milliondan qo'shib 51 dan olyapman ajika. Chekdi turibdi. Mana ikkalasini 5 million 100 dan savdosi bo'lib turibdi, lekin berilgan yo'q. Mana qo'chqorlar lekin haqiqiy bo'ladigan qo'ydim anguslarda angus, mol anguslar, qo'ydi angus. Mana jonivorlar. Gap yo'q. Qo'chqorda angus yeganda. Angus, angus. Gap yo'q. Qashqadaryonikimi? Surxondaryoniki. Surxondaryoniki ekan. Telefoningizni aytib qo'ying akam. 88 lik kodi bilan. 626 297 ga aloqa chiqib ko'rasiz. Jonivorlar qarab. Qo'chqorlar zo'r ekan. Bugun optimchalardan boshladi akalar. Vo, buzoqcha necha pulga sotildi? 6 millionga. Shved xunajinchamiz barakasi bo'pti. Zo'r. Akamiz olibdi. Buyurim nasib aka. Gap yo'q. Yurishda davom etamiz. Mana puli yengilidan deganlarga qo'chqorchalarimizdan. Nech bosh olib keldingiz? Qadrdon? Nech bosh olib keldingiz? 30 boshda 30. Aha, sotilib qolgani-chu. Nech puldan narx aytyapsiz ularga? 38 kam bor deyapti. 3 million 800 dan aytilish bahosi, bo'ylarni endi 70 ga yetib yetmagan holatda. 60 dan 70 gacha deylik. Necha oylik? 6-7 oylik. 6-7 oylik. Qayerdiki? Jizzax. Xo'p, Jizzaxda qo'chqorchalari ekan mana. Savdosi qanchagacha bo'ldi, akam? Qancha? 3,5 ga sotdim. 3 million 600, 3 million 500 holatiga qarab sotilyapti. Bir joyga bo'lsa 3 million 500 dan berib yuboramiz. Kilolarni necha kilo deb qo'ying? Tirik vazni. Tortib ko'rmagansiz, chamayizda 40 kiloga yetib yetmaganmi? Bo'ladi. Shunaqa holatda. Telefoningizni aytib qo'yingchi? 93 lik. 776 263 Zo'r. Ko'p bundan hali yana. Cho'ponni zo'rligini bilmoqchi bo'lsangiz telefonini kuzatib turing-da, nomerlarda e'tibor berib. Mana hozir barakasi bo'lgan. 3 tasini Hoji akamiz olibdi yana. Qolganini nechta baraka? Qara birdan bo'ldi emas. Hoji akamiz bo'lsa-bo'lsin debdi-da, hammasini olib qo'ya qoldi. Assalomu alaykum. Gap yo'q, buni akam arzon sotib qo'yibdi-da. Necha pulga sotdingiz? 61 million bo'ldi, 15 tasi. 15 tasi 61 bo'pti. 4 million 50 ming so'mdan baraka bo'pti. Dastlabki qilib berasizmi endi? Ha, shuncha ketgani bir. Dastlabki qilib bersin, ha? Ha, qilib beradi. Endi shuncha qo'yapsiz-ku. Dastlabki qilib bering endi. Oluvchi men sotuvchiman aka, men sotdim aka. Yo'q, bu akam oluvchi ekan. Katta mohiyada aka, kelganman men aka, Suzidagi. Yengil moylamonni qilib beradi dastlabkasi. Qayerdan keldingiz? O'zim Saroydaman, Qashqadaryodan olib kelganman qo'ylarni. Qashqadaryodan olib kelibdi. Akamni o'z Saroylik ekan, gap yo'q. Qo'yda qildingizmi akam? Qo'yda qildim aka, bahosiga. Rahmat. Omad. Rahmatjonuz. Buyuring nasib bo'lsin. Mana bu yem boblaridan, so'ysa ham bo'ladigan variantlardan. Bo'la bo'yini xotirjam 80 ga olavering. Katta qo'chqorlar ekan. Tish buzganmi, qadrdon? Hey, tish buzganmi? Mashg'ulotiga qo'zi ekan akalar. Bittasini oq qo'chqor tishini ko'rib qo'ying, oq qo'chqorni.
Ana. Söz isboti bilan. Mana egalar Hammasi qo'zi, Gap- lekin uncha 4-dan katta qo'yiladi. Shuni aytaman-da, katta qo'chqor ekan. Shunga Toza shubha gumon bo'lmasin deb ko'rsatib qo'yapman. Asl hisori so'raganlarga. Uzunligini ham Bitta bittasini oyog'i og'riyapti ekan, uni hisobga olamiz. Qolganlari sog'lommi? hammasi sog'lom. Bo'ldi. Qanchadan endi puli? Ular 68 dan deyapti. 6 million 800 dan aytib, necha puldan berib yuboryapsiz? To 5 ta mayda, 5 ta katta o'zlari terib olishdi. 5 ta men terib berdim, 62 dan berdim. 5 ta o'zim terdim, 5 ta o'zlari terib olishdi. 6 million 200 mingdan sotdim. 200 dan sotdim. Uni taroziga ham qo'yib berasizmi? Taroziga qo'yib beraman. Necha puldan? Kelishamiz, sizdan qo'yib. Ayting-da, har kelishadigan qilib ayting. Bilmayman endi nech pul bo'lyapti. Hali taroziga berib 70 dan deyin, kelishmay qo'yamiz. 70 dan Ha? kelmay qoladi. Qanchadan to'g'ri keladi qadada? Bilmayman, bir 75 mi 80 mi o'rtasida. 75-80 da o'rtasida ekan. Telefonda aytib qo'ying. 88. 88lik. 372 372 62 72. 62-72 mana katta akalarimiz olib ketyapti. Oluv yaxshi bozorda. Dastlabki imkoniyat bormi? Imkoniyat bor. Bo'ldi, dastlabki imkoniyat bor. Bugun qo'chqor olaman deganlar shu bugun mana shu kanaldan qo'chqor sotib o'ynadi. Mazza qilib zo'rlarni ko'rsatyapman. Terib ko'rsatyapman. Bo'ylarini 80-75 ga olaverasiz. Tishini chiqarmaganmi? O'zi hammasi. Ikki tishga o'tmagan hali mana. Pulichi puli? Puli yengil. Yengili qanaqa? Kami bor deb turibmiz. Aytilish bahosi 4,5 bir joyga olaman deganga 4 million 300 dan dastlabkasi shunda sizdan bo'lyaptimi? Dastlabkasi. Qayergacha imkoniyatingiz bor? Samarqandgacha. Samarqandgacha ketaveradi. Besklarni Sotdingizmi? Endi xudo xolasa. Hali poching bo'lmadi. Ha? Endi qilamiz. Kilolar necha kilodan qoladi? Kilolari 60 kilo atrofida, 55 Xo'p, kilo. tirik vazn 55 kilo, 60 kilo atrofida. Qiziqib qolsa taroziga ham qo'yib beraveramizmi? Qo'yib beraveramiz. Nechi puldan? 85 ming. Ye, sal tushmaymizmi? Tushamiz, kelishamiz. Olishiga qarab 80 da pastda bitib ketmaydimi? Kelishamiz. Ha, bitami? Kelishamiz. Bo'ldi, 80 da pastda bitib ketishi mumkin ekan. Necha nomer? Nomer 99. 99lik 004 004 67 78. 67 78. Yunglarni olib qo'yibdi akalar. Tayyor holatda. Hop, eng asosiysi tumshuqlarini bir ko'rib qo'yinglar, soppa sog'lom. Burgutganlardan ekan. Gap yo'q. Mana bu yerda mana kashtan ishqibozlariga, kashtandan. Bugun trendda bassiz? Ha, bugun trendda bassiz. Nimaga? Narx qimmatroq olib kelibsiz shekilli bu partiyani. 20 ta sotdi bu. Mana qo'zlar. Nechta olib keldingiz? 20 ta. Mana ko'ring. 50 ta. Voy, men qo'zlar qarang. Buyisi ham bor janob. Qishda so'yib yeydigan ekanda, ha? Bari krasavchik. Mana. Puli necha pulda? 48 dan kam bor deyapman. 4 million 800 aytib, qanchadan berib 4 million olyapsiz? 400 dan 4 milliongacha sotdik-da. 4 million 400 dan 4 milliongacha. 4 millionga sotilyapti. Sotildi. Rahmatjon O'zakiston arzon qilib beramiz. Qanchadan? 42 dan hammasi bir joyga ketaveradi. 4 milliondan 4 million 400 gacha sotsangiz 42 bo'lmaydi. Rasparadaja 3 million 900 dan. Ha, yo'q ha. Kecha sizni kanalingizdan ko'rib kelgan ekan uyga olib ketdi 10 ta qo'qolni. 10 ta gap yo'q. Barakasini. Talla olib 4,5 dan berdi. Bo'pti, 4 dan berasizmi? Shu 4 dan kam bo'ladi. Jicha qo'shadi. Hammasini olsa 41 dan qilib beraman. Sizni kanalingizdan shunday. 100 ming o'tolmaysizmi bizning kanalda obunachilarga? Doim kanalingizning hurmati bormi? Gap yo'q. Necha nomer? 94lik 94lik 034 034 61 61. 261. Kuchli cho'ponlar. 24 soat telefon qilaveradi. Surxonparvoda toza. Surxondaryoni qo'zi qo'chqonlari. 8 oylik bor a. Ha, 8. Bo'ylarini 75 pilisga olasiz. Tirik vaznini 80lar balandlari ham bor bo'yi. 75 pilis Ha, deyapman. 75 pilis, ha. To'g'ri gapiryapmanmi? To'g'ri, qo'yib suyuq, to'g'ri. Kilolar necha kiloga berasiz? Kilasini bilmayman, lekin badani zo'r qo'ydi. Badani to'la. 55 kilo deb ekan a. Ha, 55 kilo oshib. Xo'p, omad. Xo'p, rahmat. Sotildimi? Nima bo'lyapti ekan bu yerda? Mana shu baraka bo'lyapti. Beshalasiga savdo bo'lyaptimi aka? Yo'q, bular endi savdosi pishdi, mana ular sotildi. Monolar baraka bo'libdi. Mana shu nechta ketdi akam? 11 tasini. Saroylar egalarimiz birinchilardan bo'lib sotib bo'libdi. Tepaqo'rg'on. Necha pulga sotdingiz? 37 dan. 3 million 700 dan barakasi bo'libdi. Gap yo'q. Mana 3 million 700. Mana shularda ham 700 mingdan 3 tasi 33 dan bu. 3 tasi 3 million 300 dan bo'libdi. Zo'r. Ularni 3,5 dan bir joyga o'tdi. 3,5 dan bir joyga. Tugab qolmaydimi? Tagi serob. Serob aloqa chiqishi. Bo'ldi. Qorada serob ekan. 90 nechilik nomeringiz? 94lik
178, 78, 75. 178 78 75 94lik. Va mana ular baraka bo'ldi, ketdi akalar. Kelinglar, kelinglar, ko'ringlar. Rahmatjon aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu aka kelib oldingizmi? Nima gaplar? O'zingiz yaxshimi? Olyapmiz mana shu. Ketdik dedi. Odiljon, Tepaqo'rg'on. Nech puldan qo'chqonlar? 5 milliondan hisorilar. Ish buzmagan. 8 oylik bora. 8 oylik bo'ylarini xotirjam 78 yonib berdi olaverasiz. Kilolar nech kilodan chiqadi? 60 kilo nari beri desak bo'ladimi? Taroziga tortib bera olasizmi? Mard bo'lib. Ha? Ayollar. Nima deysiz? Ayollar sotaveradi. Ayoli, ha, qimmatmi taroziga? Ayollar olgan, Bu. Nech pul? Qo'lga tegishini 5 ayting. dan kami bor. Nech puldan beraverasiz? 5 dan kami bor deb 4 million. Qanchadan beraverasiz? 47 dan. 47 dan. Million. Nomerni aytib yuboringchi. 94lik. 270 35 55. 35-55. Hop. Edilbay so'ragan akalar uchun mana Edilbaylardan. Arashanmi? Bitta og'i ham bor ekan. Oq qo'chqorga qiziqadigan Toshkentlik akalarimiz bo'lsa, ketdi dedi. Mana uni to'g'rilab qo'ysak. Qani nech puldan? Puli Qo'lama aka 5 million 200 dan. 5 million 200 dan. Hop, 75 hisobini olaverasiz. Kilolari 50 kiloga yetmagan ekan, mana ularni lekin 55 kilo atrofida. To'g'ri aytyapmanmi? Kam bo'lsa kamlik, ha? Shunday chiqadi. Mana ular 55 kiloda, to'g'rimi? 55 kilo. Oshiqroq. 55 kilo ko'ryapsiz-da? Ha. Oshib keladi. Bosib keladi. 57 kilo bor, ha? Bor aka. 57 kilo. 5 million qanchadan dedingiz? 5 million 200 dan. 5 million 200 dan. Shunda 100 mingdan bo'ladimi klass? Endi hayerni qilib beramiz-da. Qani? Nechta qanchadan berasiz? 5 million 200 ga berganim yo'q. Qanchadan berasiz? Buni qanchaga bermadingiz? 5 million 200 ga berganim. 5 million 200 ga bermabdi. Taroziga nech pul qo'yib bera olasiz? Tasherigini 5,5 ga sotdim aka. Hop, taroziga olsa 100 mingdan oladimi? Taroziga bo'lsa yo'q. Ular taroziga qo'ymaymiz, biz ana shunday olganmiz. Yo, ehtiyot siz. Mayli kelishamiz aka. 100 mingdan emas, kamroq qo'yib beraman. Qancha? 80 dan qo'yib bera olasizmi? Yo'q, 90 dan bo'lsa qo'yib beraman. 90. Ochiq o'yin qilavering-da, ochiq o'yin. 90 dan bo'lsa qiziqqanlar aldanib qolmaysiz, 90 dan aloqa ochib qo'ying. Mana qoralarni nech puldan qo'yib berasiz sorlarni? Ular ham ketaveradi shular. 90 dan? Yo, endi mana sariqdan ko'ra aka bular. O'zimiz joylari qo'yamiz. buni 85 dan qo'yib beryapsiz. Ha? 85 lik ham bor. Ichida bormi? Bular ham yaxshi ekan-a, lekin uni zotga ham chiqadi ekan ichida zo'ranga mashqaga. Olib chiqing shuni. Mana qo'shqar. Sifat ekan, qarang. Yormadimmi? Holati ham zo'r. Uzunligini qarang. Qanchadan berib yuboraman deyapsiz bularni? Bular aka 48 dan bo'lsa qilib beraman. 4 million 800 dan. Telefoningizni aytib qo'ying. 91 lik. 91lik 353 353 29 91. 29 91. Dastlabkiga imkoniyatingiz bormi? Dastlabki qilib berasizmi? O'ylashmasdim. Bo'ldi. Bizlar bo'lsa bo'ldi. Dastlabki imkoniyat bor ekan, bemalol. Mana bu sotilgan joydan ko'raychi. To'rtalasi baraka bo'ldimi qadrdon? Ya bittasini sotdingizmi? To'rttasi. Iri pulga sotibsiz-da? Nech pulga ketdi? 5 milliondan ketdimi? Qo'rada qoldimi yana? 5 milliondan. Zo'r ha, qo'chqonlar. Buni 15 million ekan. Ha, arzon ha. Yaxshi olibdi. Telefoningiz nechi edi? Telefoningiz 90'lik. 179 ha 69 28 aha 28 94. Mana shundaqasidan qiziqqanlar bo'lsa aloqa ochib ko'rasizlar. 5 milliondan baraka bo'libdi. Hop. Go'sht narxi
50lik bo'lyapti shekilli yoki 40 mikan bilamiz hozir. Qo'yadigan variantlar. Go'sht qancha bo'lyapti? Qo'chqor. 40 ming. 140 ming bo'lyapti ekan. Namangan territoriyasida. Katta qo'chqorlarda maydalarni emas. Aha, maydalar nech pul bo'lyapti? Holatiga qarab. Nech puldan ular so'yib berasizmi? Nech puldan? 5 million. Hop, aytilish bahosi 5, savdosi o'tib beriladi ekan. Nech kilo vazni? Tirik vazni. 65-70 kilo. 65-70 atrofida 5 milliondan ekan mana. Kalkulyatorga tushib ko'ringlar, nech puldan tushadi. Mana shu aloqa chiqsalang, qanchadan qo'lga tegishi? 48 dan beradi. 4 million 800 dan. Xaridorlar qancha savdo qildi? 4,5. Bizga qimmatmi? Yo'q, 48 dan kam bor deyapman. Agar optimak ekan, kattalari ham bor. 4 million 800 dan. Mana kattalari ham qo'shilgan holatda ekan. Telefoningizni aytib yuboringchi. 95lik. 95lik. 879 879 40 50. 40 50. Ha, qo'chqorni qarang. Edilboy ekan-a? Ishi nechta ekan? 2 dona. 2 dona. Qancha yemda turdi aka? Yemdami? Ha. Yemda endi opshi bir 3 oy. 3 oy. Assalom. Tamam. Puli necha pul bular? 9 million 200 qilishdi. 9 million 200. Xizmat qayerda bo'lyapti xizmat? Xizmat uyda bo'lyapti. Bezayapsizmi? Gap yo'q. Chiqmaydi bu tekin durib foydalanib ketyapmiz. Siz 9 million 200 dedingiz-a? Mana bunga xudo biladi aka, xudo biladi. Zo'r. Tortib ko'rmagan ekan. necha qo'ydingiz-ku haligiga. Buqalar. Hali o'zi hali akani, hali ikkovlar gap kommentariyga yozib qo'yib keldi. Yana men 1-2 million sog'ib qo'ymaydi dedim-da. Bormi bundan kattarog'i ham mana? Uyda bormi? Aytingchi. Hali bitta o'shitasiz. Nomer? Nomer 97lik. 97lik. 110 111 10 86. 10 82. 6. 86 ekan. 111 10 86. To'g'ri nomerni aytib ketaylik mana. Ekitish Edilboy Qo'chqorim. Hop 90-95 atrofida olasiz. Klasi 120 kilo bormi? Shu 120. 9 million 200 bo'lyapti. Sheriklari bor ekan. Akaga bittalayk. Rahmat Javuz. Aka seni yillardan beri kuzataman. Telefon olganman orada. Ashaddiy obunachilarimiz ekan. Faqat meni ko'rmagan ekan. Gap yo'q. Qorachirda kechagi o'sha o'zingizga chiqib turing-da. Ko'rinib turaymi? Bor. Ana siz bizdan so'rash kerak. Haligining shahrniki bor ekan, bu kecha ekaman, bu o'zi Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Katta qo'chqor so'raganlarga katta qo'chqorlar savdosi qizg'inib ketayotgan joylarni ko'rsatak mana. Nechta savdo bo'lyapti akalar? Ha? Hojibo nechta savdo bo'lyapti? Endi. Hammasini olmoqchisiz o'zingiz. Gapi qosobmisiz? Boqqani, ha? Yana boqar ekan, gapi. Kimdir kattasini ko'rsatganda mana shu e'tirozlar balonchadan davolanadi kelsak boshqa narsa. qimmat aytyaptimi? Aytingda, men o'tgan hafta shunaqa deyordingiz. 7 milliondan aytilyapti ekan. Tanlab oladigan bo'lsa Mana. 7,5 milliondan deyapti. Belini qarang, bir qarich kelar ekan. 7,5 dan tanlab olish ekan. Mana shular ham ichida. Mana qarang. Zo'r. Nech kilo chiqadi hojiba? 90 kilo bemalol chiqadi. 90 kilo chiqadi. Mana. Savdoyingizni buzmaylik, telefoningizni aytib qo'ying bizga. 99lik. 947 7957. Yaxshi qo'chqorlar ekan. Bemalol to'yga jo'natsa bo'ladigan variantidan ekan. Yo, men kattasidan so'yaman degan akalar bo'lsa, hamdaqa kattalardan. 100 kilo chiqadimi, chiqmaydimi? Mana qo'chqorlar. 86 kilo, 85 kilo. Xo'p, manosicha? Ha. Manosini bilmaydi ekan, mana bular tortilgan variantda 86 kilodan chiqqan ekan. Bahosi nech bo'ldi bulardan? 7,5 dan aytilyapti. Savdosi qancha bo'ldi? 6,5 bo'ldi, 68 bo'ldi. 6,5 6 million 800 savdosi bo'libdi. So'yib olish qanaqa bo'lyapti? 125 ming go'shi, 50 ming ichki yog'lar. 125 ming go'shi, 50 ming ichki yog'lari ekan. So'yib ham olasizmi? Ha, so'yib olaveradi. O'zi so'yib ham oladi ekan ukamiz. Necha nomer? 95lik. 95lik.
076 0305. Bu qan hech bo'ldan ketdi bu qachalar? 11 million 200 ga ketdi. Xudo xolasa 50 million bo'lib qaytib kelsin shu buqalar. Mana bu yerda hozirgi aytilgan nomerda mana bu yerda katta 100 kilar tepasidagi qo'chqonlari. Polvon nech bo'ldi bu katta qo'chqonlar? 10 million narx aytilyapti. Savdo bo'ldimi? Yo'q, hali savdo bo'lmadi. Taroziga nech pul qo'yib beryapsiz shunaqasini? 85 mingdan qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqarasiz. Akangizda shu bo'ldi. Hozir gaplashgan akasi ekan. Mana bu yerda bu ham sizlar aka? Hammasi 85 dan mana qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqarasiz. O'ta seroq ekan. Mana ular ham shu narxdan hammasi bir xil ekan. Sariq, qora, qizig'i yo'q. Hop. Mana bu yerda savdosi qizg'in joyda. Zo'r qo'chqor ekan. Nech bo'lar ekan? Ol bittasi, ikkitasi. Ol bittasi. Qancha? 16 ikkalasi 16 million. Ha, narigi sariq. 16 million qancha? 16 million. O, mashq qo'chqorimiz 16 million o'zi savdo bo'lyapti. Bir naryoqdagi sariq ikkalasi 8 dan. Savdoga baraka. Bo'g'ozmi bular? Baraka bo'ldimi? Qo'ylar. Bo'g'ozmi? Bitta borda. Qisirmi? Bitta bor. Aha, puli nech bo'ldi? Puli 6 dan kami bor. Aytilishi 6 dan. Bo'g'oz, na. Aha, tish qanaqa tishi? 4 tishda. Savdosi qancha chiqdi? Har xil. Bittasini sotdi, 5 Bittasini 5,5 ga ketdi. 5,5 ga shunaqa sheriklarni sotdi, qolganlarini sotmadi. Eng ozodchilar deb chiqaraverasiz. Uchalasini nech pulga berasiz? Uchalasini Aha. 15 million bo'lsa berib yuboramiz. 5 milliondan ketdi. Necha nomeringiz? 88lik. 88lik. 465 4 8 Qilishga erishadi. Chortoq. Eng arzonchilar Nurobod. Nurobod. Gap yo'q. Barakasi bo'lgan joylardan. Bu baraka bo'ldimi aka? Sotoldi, mashaqatni chiqarib berdi. Baraka. Qaysi sotildi? 5tasi haqiqiy yemlash uchun qisir a? Bittasi nah bo'g'oz. Bittasi bo'g'oz, 4tasi. Bittasi qo'chqor, bittasi Hop, ichida bitta qo'chqor, bitta qisir, ikkita bo'g'oz. Bittasi orasotda. Qani, nech pulga baraka bo'ldi? 14,5 million. 5tasi 14 million 500 baraka bo'pti-ku. Kamini nima qilasiz? 14,5 million qilyaptilar. Ha, savdo bo'lyaptimi? Sizga beraymi? Yo'q, menga kerak. Doniyorga qo'ying dedi. Yo'q. Men dolga olmasman. Barcha. Qo'shasiz, yana Men qo'ra qilib oling, keyin olib berasiz. Bugun chiqadi, xudo barakasini. 14 million 500. Yurishda davom etamiz. Ho. Egizchilarda egasi kim ekan? Egasi. Endi sog'liqlarga ham o'taylik. Qo'chqor ko'raverib zerikdi-ku deganlarga mana bu yemlash uchun qo'ylardan ko'rsatib ketay. Mana egasi kim ekan? Aka nech bo'ldan? Hammasiga gapiravering. Qancha? Rahmatjonsiz. Rahmatjonsiz. Qisirmi bo'g'ozmi? Aralash ekanda, aralash 5 million 500 dan narx aytilyapti ekan. Sotdingizmi? Yo'q. Sotmadi. Nech puldan bo'ldi mana shu ikkalasi? Bo'g'ozmi? Aha. 7 dan shunaqani kesib olib. Ikkalasi mana bu bilan ikkalasi 7 bo'pti. Ha, mana ikkalasi 7, 3,5 dan bo'pti, bermabdi. Quyuq suyuqqa nechi bo'l hammasi? Yo'q emas. Aravasi ham o'zi deydi. 5 kun yo'l qo'yib beramiz sizga. Ha? 5 kun beramiz. 4dan o'tib bermaysizmi? Yo'q, 4,5. Ha? Aralashimiz 4,5 yaqin beramiz. Hammasi bir joyga 4,5. Qolganini yana savdo qilib olasiz. Telefon necha nomer? 93 bilan. 93lik. 493 493. 47 Aha. 47 41.
47.04. Omad. Bu baraka bo'ldimi akalar? Ha? Nech puldan bo'ldi qo'ylar? 3 million 400 dan. Qisir bo'g'oz. Qisir. Kishi yoshi kattaroq qo'ylar ekan, o'zimiz joydagi qo'ylar. Mana bir joyga 3 tasi baraka. 3 million 400 dedingiz, ha? 3 million 400. Zo'r. Buyurun nasib qilsin. Qo'ylar shokoladidan. Ha? Nech puldan bu shokolad qo'zilar? Qo'zi, ha, tumagan. Hammasi tumagan qo'zilar 4 million 500 dan. Ish ham chiqarmagan bo'lsa kerak. Sog'liq. Qanchadan bo'ldi savdosi? Bir joyga 4 dan xaridorlar savdo qilib turibdi, lekin badani yaxshi mana. Nech kilo bor semizligi? Kattasi 50 kilo bormi? Priveskami? Ha, oshqiroq. Quyuq suyuqqa 50 kilodan aylanaveradi, ha? Necha nomeringiz? 99 lik. 99lik. 917 917 3095. 5. Hoppa yashar. O, bittasini, ikkitasini bolasi bor ekan-a? Qo'chqor kelasi. Buni ikkita qo'chqor. Ha, Ikkita to'qli. to'qli. To'qlilar nech bo'l? To'qlilar jupi 7. 7. Qo'chqorlar ham 7. Qo'chqorlar ham 7. Ha, hisobnari berisi bor. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lyapti. Qanchadan? 6,5 ga 6,5. Ikkalasiga obshi 4 tasiga 13. Mana ularni qaysini bolasi qaysi? Qo'chqor bolasi. Qora qo'chqorcha qaysiniki? Mana Manoniki, uniki. ha, ikkizachi bu. Mana uniki. Qizil qo'zi qo'chqormi sog'liqmi? Qo'chqor sog'lig'inisi. Sog'liq. Tish qanaqa? 6 ta. Katta qo'ydiki 6 ta, buni qariroq shekilli. 8 ta uniki. 18 ta. Ama rasa ariq ekan bu. Ha, uni. Buni qanchaga berasiz? Jupini 5 ga beramiz. Jupini 5 ga. Qora qo'chqorni Buni ham 5 ga beramiz. 5 ga. Ketdi. O'tib berasiz-da, ha? Hajchalar berisi bor. Bo'ldi. Telefoningizni aytib qo'ying. 94lik. 94lik. 689 689 0369. 0369. Polvon baraka bo'ldimi? Sotiladi. Nech pul? Rahmatjonsiz. Akra siz nomeringiz-ku? Men nomerim kerak bo'lsa tez yozib oling. 93lik. 427. To'rt yuz yigirma yetti 3753. Hojiboy nech puldan ketdi? 3 million 400 dan. Hammasi qo'chqor ekan, akalar zo'r. Barakasi bersin. Mana bu ukamiz sotyapti ekan. Nech puldan polvon qo'chqorchalaringiz? 7,5. Barakasi bersin. Qani, nech pulga chiqdi savdosi? 5 million 800. Zo'r. Mana qisir. Semiz. Qisir. Sizdanmi aka? Ha, 33 dan bo'lyapti. 3 million 300 dan savdosi bo'lyapti. Hozir mana bu yerda nomer qo'ygan akaga qarashli ekan. Aloqa chiqaverasiz. Ya, nomer boshqa buniki. Mol bor edi. Telefon qilasiz aka 2 soatdan. Nomer boshqa. Aka meyda bozorda meylani video bo'ldimi? Mana 3 ta qo'chqor bor. Mana 3 ta qo'chqorcha. Nech puldan, amak? 32 dan kami bor aka. Qaytan qo'ylar oldingizmi keyin? Ha. Ha, 32 dan 3 million 200 dan qo'chqorchalar. Shu 5 oylik atroflarda. Uni ikkovi egizak. Mana quloqlari Ikkitasi egizak, bittasi yakka ekan. Qanchaga bermadingiz bulardan? ikkovini 54 qilyapti. 2 million 700 dan bermay turibsiz. Nargisi. Aha. Bunisi 2 million 600, 2 million 800, 2 million 600. Doim bo'ladimi sizda qo'y? Qora. Lampochka. 5-qo'rada. Vaqtimni Zaynabning hojiniki. Vaqo'yda ham bitta olib. Telefoningizni aytib yuboring. Vaqo'jan nomerni ayting. 94. 94lik 138 38 74. Bo'ldi, gap yo'q. Qanchaga ketdi? 12 ming sotiladi. Ha, 12 millionga sotiladi ekan. Qisir, ha? Qisirmi? Qisir. Ammo badani zo'r ekan, semiz ekan. 65 kilo chiqadimi kilosi? Tirik vazni. 65 kilo chiqadimi? Ha, 70-75 kilo chiqadi ekan. Zo'r. Polvon, qanchadan berasiz bo'ladi endi? 6,5 deb nech puldan berib yuborasiz bularni? 6 dan beraman. 5,5larga to'g'ri kelmaydimi ehtiyoj? Bor. Uyda bor. To'g'ri ham kelib beraman. Uyda bormi? Uyda bormi yana?
Bo'ldi. Ikkita ekan ukamizda. Qani? Ona ekandan ana mana ina bola qo'ylari bor. Nech pul deyapsiz, oy? Ishlayapti inasiga, bu acha-bacha. Uyda ham bor nomeri 3 million 300. Bo'ldi. Savdosi bo'lyapti ekan. Xaridori o'zi bilan ekan. Hozir sotib olsa kerak. Hop, 8 ta ekan. Omad. Yurishda davom etamiz. Yaxshi. Qo'y qilishga. Sog'liqlardan qani? Buni egasi kim ekan? Hop, egasi yo'q ekan, lekin yaxshi qo'ylar. Mana bu yerda mana. Nechta savdo bo'lyapti? 5tasi. Nechtasi? Qanchadan bo'lyapti? Xo'p, 5 million 600 mingdan. Bitta aylantirib oling. 5 million. 1, 2, 3, 4, 5 tasi 5 million 600 dan. Siz Suyug'i. nech puldan narx aytdingiz? 6 milliondan beraman. Bo'g'oz hammasi. Bo'g'oz, naqd bo'g'oz. Oldi bolalashni boshlabdi. Telefoningizni aytib yuboringchi? 97lik. 97lik. 900. 00 Aha. 37. 0037. Tish qanaqa qo'ylaysiz? 4 tish, kattasi 6 ta tishi. Eng kattasi 6 tish ekan. 85 ga olaverasiz kattasini. Tirik vazn necha kilo chiqib qoladi eng kattasini? 100 kilo mana. Voy, qiynalsa kerak. 100 kilo Chiqadi. Mana 100 kilo keladi deyapti, mana qarang. Shuni necha pulga berasiz? Voh. Bo'g'oz, naqd bo'g'ozda. Ancha elinasi ekan. Suyug'ichi ham ani raznica qilib qoladi-da o'zgacha. Omad. Baraka bo'ldimi? Qanchaga ketdi? 5 million 300. Qo'chqor. Sovliq. 5 million 300 ga sovliq. Bo'ldi. Hoji bo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zerikib qolmayapsizmi hoji bo? Yo Allohga shukr, o'zingiz tinch. Charchamay. Birdan baquvvatmisiz? Sog' salomat. Bitta duo qilib yuboring hoji bo, musofir dergan aka-ukalarni. Ilohim amin. Avvalo Parvardigor yurti olam tinch zamonimiz obod bo'lsin. Yurtimizda tinchlikka ko'z tegmasin. Amin. Mana yurti olamdagi bemorlar bo'ldi. Shifoxonalarda, xonadonlarda yotgan bemorlarga Alloh shifo bersin. Amin. Qazdonlarga najot mushkuli bor, mushkulini olsa, ishlarni ravon rizqini yo'li qilsin. Mana musofir yurtlarda ahli ayollar nafaqa deb yurgan jami mo'min muslimanlarga umriga, rizqiga Alloh kasbi koriga barakot rivojlanib naf, shoshi kori xayr bersin. Allohim topganiga baraka bersin. Sog' salomat vataniga, xonadoniga yorug' yuzlar bilan boy badavlat bo'lib qaytib kelishligini Alloh nasib qilsin. Ilohim mana shu bozorga umid bilan kelganlarni Alloh noumid qaytarmasin. Mana shu dorlik bir bozorlarda jamlabdi Alloh hammamizni jannatlarda ham jamlasin. Ilohim hammamizni ham birgaligida kelgusida Parvardigor Allohning baytiga borib labbayka Allohumma labbayka deyishlikda Alloh nasib o'zi aylasin. Sizni ham umringizga, rizqingizga Alloh kasb koringizga barakotini rivojlanib, shoshi kori xayr bersin. Allohim Parvardigor shuncha xalqqa xizmatini qilyapsiz. Buni ajrini ko'p bersin. Ilohim hammamizni ham o'zidan kitobidan ro'y rostdan adashtirma. Alloh hammamizga ikki dunyo saodatini bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Necha qo'ra olib keldingiz hoji bo? Bitta, ikkita, uchta hozircha. 3 qo'ra. Eng qimmati necha pul? Mana shu qo'chqor shekilli. Eng qimmati 12 milliongacha, $1000gacha-da. Qo'chqormi? Qo'chqor. Necha pul bu qo'chqormi? Ha, hoji bo. Qo'chqor necha pul hoji bo? Qo'chqor $1000 mi? Ho, gap yo'q. Bo'yi ham 1 metr shekilli-ga. 1 metr ekan, rosa zo'r. Savdosi qancha ochdi buni? Savdosi qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi savdosi? Bugün 2 milyon narx aytilyapti, 10 million savdosi bo'lyapti. Mana ular necha puldan? Bular enabalari bor, yakkalari bor, enabalari 10 milliondan. Ona bola arasha 10 milliondan ekan, yakkalari 7 million. Yakka deganingiz bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Telefoningiz nechi? Enabalari ham balasi, enasi bo'g'oz qaytdi. Telefon raqami. Nomer 97lik. 97lik 520 65 66. bo'ldi. Hojibo omad. Qo'ylar yaxshisini olib keladi, aloqa ochib ko'radi. Bozorda qo'y ko'p, vaqt degan narsa olay ekan, lekin zo'ri chiqib qolsa ko'rsataman. Bular baraka ko'p chekilga. Qanchadan olindi? 63 dan. 6 million 300 dan. Bo'g'ozmikan? Hisorini yaxshisidan olib mana 6 million 300 dan. Hop, 6 tish bo'lsa kerak eng kattasi. Undan kattasi ko'rinmayapti mana. Qarang.
Zo'r 6 million 300 dan barak. Buni ona bolalar necha puldan ketdi? 7'den gitti. 7,5'dan. 7,5'dan 7 gitti. Bittasi 7,5. Bola qo'chqormi? Ne? Koçamın ikisi olmadı. Hop, 6,5 degandi bolasi qo'chqor ekan, 7,5 degandi bolasi o'g'il. Gitti. Ha, 7 ketdimi? 7,5. Ish qanaqachi? 6. 6 ekan. Bunu bola. Aha, gap yo'q. Qo'chqorlar necha puldan sotildi? Uçkollar 48'den gitti. Buni qo'chqorlar 4 million 800 dan ketibdi. Ağzı 2 tane balası. Bu 2 tane bola qolibdi endi. Necha pul ular? Uçkol aka. Ortadan ikisi olur. Chap tarafdagisiniki qo'chqor. Puli necha pul? 7 milyon deyapman, ozmoski ham bor. 7 kami bor. Bunisi bola qo'chqor. Buniki sog'liq aka. Bu katta qo'zi. Ya, qo'chqor uniki. Uniki sog'liq katta qo'z. Bunga ham 7 million deyapti, ayirib o'tib beramiz aka. 7 deb turib necha pulga sotib beramiz? Berishaveradi aka. Bo'lsa Telefoningizni aytib yuboring. 90 lik aka. 90 lik. 222 222 04 aha 16. 04 06. Voy, mana sog'liqlar qani. Oy, kimga qarashli bu? Gap yo'q. Qisirmi bo'g'ozmi bular? Emas, mana bu kattalar bilan sotdik. O, hozir 6 milliondan sotgan, 300 dan sotildi bizga. 300 dan sotgan mana shu hoji akamiz ekan. Ha, necha puldan beramiz endi bulardan? Bular 7 dan kam bor deyapti. Qayerdan keldingiz? Dedi sizlar so'raylar. Hop, To'raqo'rg'on saroyda ekan akamiz. 7 milliondan deb turib necha puldan berib yuboramiz? 63 dan beramiz ulardan. Ha, Edilbaylar ham ichidami? Ha, ketaveradi. 6 million 300 dan. Telefoningizni aytib qo'ying. 99 lik. 516 0958 85 ga olaverasiz. Mana katta ham chiqsa kerak, 90 chiqsa kerak mana shu. Tish qanaqachi? 2 ta 4 ta 6 ta. 6 ekan eng kattasi. Qancha beryapsiz, hoji aka? Shunga 55 beryapti. O, bitta o'ziga birinchi zarbada 5 million 500 beryapti. Hozircha shuncha qo'shing deb turibdi. Bo'ldimi? Bo'ldi, ayting. Savdolar qizg'in bilan, mana qo'ylar qarang. Mana bu. Buni qo'ylar kimniki ekan? Necha puldan ekan, qadrdon? 5,5 milliondan musobaqa olib beraveramiz. Hop, 5,5 dan. Qirg'izistonda Edilboy qo'ylari. Bo'g'oz qisir. Bo'g'oz mana. Ish qanaqa? Ishlari 4 ta 6 ta. 4 6 bo'g'oz ekan. Bo'ylarni 80 ga olavering. 80 ga. Balanddan bo'lsa kerak menimcha. Qanchadan berasiz bir joyga? Optim bahosi. 5,5 dan. 5,5. Bitta siylab ham berasiz? Checha siylab ham beradi. Bo'ldi. Dastlabkiga imkoniyat bor. Bor. Sotdingizmi ichidan? Yo'q, hali Hali pochinqa yo'q. Nechta? 22 ta, 23 ta bor ekan. 18 ta betdi. 18 ta. Qoralar bor, 4 dona keyin. Aha, necha nomeringiz? 95 lik. 95 lik. 075 075 298. 98. Sizda necha bola ekan? 12 deb turibsiz. Ikkalasiga 6 dan 12 deyilyapti. Savdosichi? 9,5. Bo'g'ozmi? Qo'chqor bilan yurgan. Qo'chqor bilan yurgan. Aniq emas, mashg'ulot buni. 9,5. Lekin hozircha bor. 75 olavering bo'yini. Ish qanaqa? 8 tishdan. 8 ta uyda bor-a? Badani juda semiz emas, o'rtacha holatda. Qancha kelib qoladi deymi? 48 kilo, bunisi 55 kilo atrofida kelib qolsa kerak. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 94 lik. 090 9 56 50. Mana barak ko'p chekillik. Xo'p, hurmatli obunachi, mana shu videolarga yakun yasaymiz. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon chorva bozori haftaning har seshanba kuni bo'ladi. Uzoq yaqindan keladiganlar Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, like atsalari qoldirilgan. Salomat bo'ling.